Murat aka, dil yedirdingiz bu. Avon. Şarşar yedirdingiz. Pres go'sht yedirdingiz. Keyin dil ham yedirdingiz. Oo. Makara gap qisqasi bor-ku. Hozir biz neydi hurmatli obunachilar? Vobshim ta'mini, shirasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bugun Hazarasdagi Murat Mit do'koniga keldik. Yagona diller hisoblanadi albatta bu do'konimiz. Murat aka, assalomu alaykum deymiz. Makara yana bir salomlash ko'zak zarar etmaydi Instagram uchun. Assalomu alaykum Instagram obunachilari. Endi xudo xolasa bugun hurmatli obunachilar, qaranglar, yangiligimiz bor. Faqat videomizga like bosib, Murat Mit kanaliga obuna bo'lasizlar. Qaranglar, to'ychilar uchun, do'konchilar uchun, obunachilar uchun skidka, bonus, cashbackning dadalari bor. Buni faqat video do'ysa qisqacha tushuntirib o'tamiz. Yurgingiz, bunga qarang. Assortiment 300 dan ko'p assortiment obunachilar. Qarang, tushuntirgan Qarang, shukrata, mana biz to'ychilar uchun aksiyamiz. Masalan, bizlardan go'sht mahsulotlarini xarid etsalar, shu to'yana sifatida gelingavlarimiz uchun deymizmi? Bu to'ychilar uchun gap qisqasi. Lekin обязательно like bosib, kommentar yozib, aka-ukalarga jo'natsangiz, to'ychilar kelib ishdan go'sht mahsulotini, kolbasa mahsulotini oladi, xudo xolasa, ishi naborimiz bonus bo'ladi gelingavlari. Bonus. Bo'ldi. Endi bu to'ychilar uchun. To'ychilar uchun, endi siz yangi aytdingiz, yeyuvchilar uchun yo'qmi? Obunachilar uchun yo'qmi dedingiz. Bizda bor, yana aksiyamiz. Masalan, yana doktorskiy kolbasamiz. Doktorskiy kolbasamiz 35 ming so'm. Yana bu 20 ming so'm. Yana bu 15 ming so'm. Общий 70 ming so'm bo'ldi. Uchisi. Uchisi 70 ming so'm bo'ldi. Agar bizlar obuna bo'lib, Murat Mit obuna bo'lsa, Murat Mit profilina 35 ming so'm 50% skidkada. 50% skidkada. 50% skidkada yana zavod o'zidan yana. Magrang zavod o'zi to'g'ri ishlatib oldi, to'g'rimi? Obunachilar o'zidan ishlatdik. Siz aytganingiz uchun yana bolalar uchun aksiya. Obuna bo'lsalar bo'ldi. Yana bu aksiyamiz zavoddan to'g'ri chiqdi obunachilar. Bu Murat Mit obunachilar uchun. Oilaviy to'ydan keladi bo'lsangiz, imon ham qo'shiladi, 70 ming so'm bo'ladi o'pshi. Lekin 50% skidkada 35 ming so'm olishlari mumkin. Bir shartimiz shu, obuna bo'lib, Murat Mit profiliga obuna bo'lishlari kerak. Like bosadilar. Bu vaqti chegaralangan. Shuhrata 20-dekabrdan aytib ko'pmiz. 20-dekabr. Lekin sezon bo'lishine qaramasdan skidka qildilar obunachilar. O'zi sezonda. Klientlari o'zi ishidan bilasizlar, o'z Murat akam ko'p odam donaydi. Ya'ni Hazarasdagi o'zi Bog'ozdagida yagona diller hisoblanadi. Bu yerda 300 dan ko'p ortiq assortimentimiz bor dedik-ku. Ya'ni buni obunachilarimiz shu va'da berdilar o'tgan videomizda. Qilaman dedi. Yana to'g'ri zavod ishlab ishlatdilar. Zavod o'zidan shu aytib bergan va'damiz uchun shu aksiyada ishlatib chiqardik yeyuvchilar uchun. Ina bo'lsa to'ychilarimiz uchun. Endi do'konchilar uchun ish bo'ladi. Do'konchilar uchun 10%dan cashbackimiz bor. Bizlar bilan kelib, shu programma yaratib ko'pmiz. Shu programmamizda shartnoma aytadilar, bo'ldi. Shartni kiritamiz, shu klientimizni, do'konchi klientimizni dastavkasi, hamma narsasi ichida. 10% cashbackini oladi. 10%dan cashbacki bor. U yil davomida yengil olib boradi, 4 million, 5 million. Shu yengil olib boradidan summa shaklida yoki bo'lmasam xolodilnik, televizor, ashuli narsalarni beramiz. Bo'ldi. Keyingi videolarimizda shuni bergan vajlarimizni aytamiz. Yoritib boramiz. Bo'ldi. Birgalikda. Murat aka, xudo xolasa shu nomerlarni ekranda qoldiramiz. O'ttumchilar, to'ychilar uchun. Xudo xolasa hurmatli obunachilarimiz, kelasizlar. Обязательно Murat Mitga obuna bo'lgan bo'lsangizlar, ish narsalarimiz обязательно amal qiladi. Qarang endi, bizlar nomerlarni qoldirdik. Albatta, hammani kutib qolamiz deymiz. Adresimizni tushuntirib o'tamiz. Murat aka, siz bilamasa, keyingi videomizda ko'rishib qolamiz aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Qarang, adresimiz, hurmatli obunachilarimiz, bizlarning qaranglar. Bu yon tarafimiz G'ola bozor, Qurug'i. Ya'ni shu yerdan to'g'ri kelasizlar, G'ola bozorni, Hazaras Bog'ozdan kelsak, G'ola bozorining to'g'ri kelashingizni ikkilanchi do'konda Murat Mit deb qo'yilib turibdi obunachilar. Bu yon tarafimiz Toshkentdan kelsak, ya'ni Zapchas bozoridan kelashda G'ola bozoridan o'zi 10 qo'lda Murat Mit. Nomerlarim yozilib turibdi obunachilar, 97 dan 859 47 47 raqamlarni telefon orqali albatta shu nomerlarga bog'lansangiz Murat Mitga chiqasizlar.